Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar inshaalloh xudo xolasa o'zim ham bitta obzor qilib beradi harakat qildim. Yana ko'rishingiz mumkin. Hozir bu tom qismida turibmiz. Bular akalarniki juda ham chiroyli chiqqan. Shanina menga trassasi yoqdi bu uyga. Fasonlar juda ham a'lo darajada. Pastda bitta zinamiz. Hozir esa bu yoqdagi zinamizni ko'rsataman. Lekin uyiga bitta videoga baho berib qo'yasizlar. Shunaqa chiroyli ishlanina. Inshaalloh idealligiga ham baho berib qo'yasizlar. Bu yoqda 3-etajga chiqish zinamiz. Bir zinamiz. Ko'rishingiz mumkin. Yo'qda esa yana 1-etajdan 2-etajga chiqish padoldagi zinamiz bor. Buxorani ponni tomosha qilib tursa bo'ladi. Kengligini ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda 2-etajdan chiqishimiz turibdi. Podolga ham bor. Ko'rishingiz mumkin, 2-qavatda turibmiz. Hozir TV tarafdan ko'rsatgan mansardamizni. Bunisi esa 1-etajdan 2-etajga chiqish zinamiz. Yana bir xilda. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal holatda. Xudo xolasa aloqaga chiqaringizlar. Ishimiz bilasizlar, har doimgidek Buxoroda. Chiroyli qilib chiqarib beramiz, xudo xolasa. O'zini videoga bitta baho berishingiz mumkin. Hozir gideta bir 3 oy 4 oy oldin bu zinamizga beradi. Hozir oldini aparatga buzgani kelganmiz va akalarning uyida Rim kalonni xizmatlarimiz ham bor-ku, bilasizlar. Shunaqadan qilib berganmiz. Mana hozir bo'lsa chiqishimiz balkonlari va legenda ham şeyda. Mana ko'rishingiz mumkin uyimizni eshigidan kirish qismi. Videoni qarang okalar. Bitta shunaqa uy quraman degan okalar. Bitta ko'rishingiz mumkin. Allohga oson, xudo xolasa o'zim ham niyat qildim. Shunaqa fasonda qilaman inshaalloh. Duo qilib qo'yinglar. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uylar. Mana bu akalarning uylari. Bu ham o'zgacha chiqqan. Biz hozirgi holatda Rim kalonlarini quyib beryapmiz shogird bilan. Astodir. Xudo xolasa bir pastda buni etkilab obzorini olamiz. Bilolxon shogird. Короче, Vorzakonlarning eng kattasi hozir. Hozirgi obzordagi zinamiz. Aloqaga chiqaringlar inshaalloh chiroyli qilish qilib beramiz. Nima deydi Bilolxon? Chotki bo'ladimi hammasi? Hammasi chotki bo'ladi bu ham. Mening gapimga qo'shilibdi bu ham. Xullas, zinachi bolada eng zo'ri. Kutib qolinglar, bundan ham zo'r obzorlar qilishimiz mumkin.